Hamma kontent olganda tayyor konteynerlar haqida kontent oladi. Biz esa ish jarayonidan ham olishga qaror qildik. Hammaga qiziq bo'lsa kerak deb turib. Ko'rib turganingizdek, Anvar akamlar qalam loyiha bo'limidan mana shu ishlarni yakunlash harakatidalar. Bu yerda ishlatilgan mahsulotlar Multimix Ivar Grupa Bislimontaj Latulli, klimadenskiy tegishli unikal konditsionniy kotel, rektam boylerlar va albatta judo filtrlari. Hozir shu judo filtri zapus qilgan kelganmiz. Bu usta akamlarni hamma tanisa kerak. Usmon akamlar muallif. Obyektimiz 480 kvadratli obyektimizning konteynerisi bu. Ob'yemi 900 bo'ladi. Bemalol qish kuni bilan ham ishlab yuramiz. Endi kontent ishlaganga yarasha foydali bo'lishi kerak. Ko'rgan odamga foydali ma'lumot. 35 talik kotel 450 kvadrat obyektimizga bemalol yetayotganmish. Usmon akam aytdilar, hali uygalar ko'chib kelmagan, lekin bu qishda uy binoyimizni issiq bo'libdi. Ya'ni bemalol shu sovuq kunlarda ham 35 talik kotelimizni kuchi yetibdi. Bu obyektimiz tayyor bo'lgan endi kotelni olamiz. O'zingizlar xudo xolasa o'sha olingan kontentdan keyin baho berasizlar. Hali baho berishga shoshmanglar, chunki holat sal bardakroq hozir bu yerda yig'ishtirilishi kerak. Lekin shu holatda ham baribir toza ish, sifatli ish ajalib turibdi.